Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz davomida siz bilan bel sohasidagi og'riqlar va ularning sabablarini ko'rib chiqamiz. Bel og'riqlarini davolash uchun albatta uni sababini aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Bel og'rishiga sabab bo'ladigan kasalliklarni shartli ravishda 3 ta katta guruhga bo'lib o'rganib chiqamiz. Birinchi guruh nevralgiyalar, ya'ni nerv tolalari va umurtqa pog'onasining bel qismi zararlanishi bilan kechadigan kasalliklar. Nevralgiyalar barcha bel og'riqlarining 80% dan ortig'ini tashkil qiladi. Ikkinchi guruh buyrak va siydik chiqaruv a'zolari kasalliklari. Bular barcha bel og'riqlarini taxminan 15% atrofida tashkil qiladi. Uchinchi guruh boshqa a'zo va to'qimalar zararlanishi bilan kechadigan bel og'riqlar. Ular taxminan barcha bel og'riqlarining 5%ni tashkil qiladi. Birinchi guruh nevralgiyalar, ya'ni nerv tolalari va umurtqa pog'onasining bel qismi zararlanishi bilan kechuvchi kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Bel sohasida yuzaki joylashgan mayda nerv tolalarining yallig'lanishi, ya'ni xalq tili bilan aytganda nerv shamollashi, nevritlar. Bel sohasidagi yuzaki joylashgan mushak tolalarining yallig'lanishiga miyozitlar deyiladi. Nevrit va miyalgiyalar yengil turdagi kasalliklar hisoblanadi va maxsus tekshiruv usullari talab qilmaydi. Shifokor bemorni ko'rish jarayonida bevosita o'zi tashxis qo'yishi mumkin. Umurtqa pog'onasi bel qismi umurtqalari osteoxondrozi, bel umurtqalar aro disk protruziyasi, bel umurtqalar aro disk cho'rrasi, ya'ni grijjalar. Bel qismi osteoxondrozi rentgen tekshiruvida aniqlanishi mumkin. Protruziya va grijjalar esa rentgenda aniqlab bo'lmaydi. Ularni MSQT yoki MRT tekshiruvi yordamida aniqlanadi. Mana ekraningizda ko'rib turganingizdek, bel umurtqalari MSQT tekshiruvida protruziyaning ko'rinishi. MSQT apparati sal xiraroq ko'rsatadi, ko'rish sal qiyin oddiy odamlar uchun. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bel umurtqalarining MRT tekshiruvi, bunda protruziyani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmda MSQT tekshiruvida bel umurtqalari grijjasi ko'rsatilgan. Mana bu rasmda esa MRT tekshiruvida bel sohasidagi grijja ko'rsatilgan. Bel umurtqalari zararlanishi va yallig'lanishi bilan kechuvchi kasalliklar. Bular spondilit, ya'ni umurtqa suyagining yallig'lanishi. Spondiloartrit, umurtqalar aro bo'g'imlarining chuqur yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik. Spondilolistez, umurtqalarning o'z o'rnidan siljishi. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, MRT tekshiruvida bel umurtqalarining yallig'lanishi spondilit ko'rsatilgan. Bu yerda esa MRT tekshiruvida umurtqa suyaklari spondiloartrozi ko'rsatilgan. Mana bu yerda esa umurtqa suyaklarining siljishi, ya'ni spondilolistez ko'rsatilgan. Spondilit va spondiloartroz kasalliklarini rentgen tekshiruvida bilish juda qiyin, to'liq ma'lumot bermaydi. Ularni MRT yoki MSQT tekshiruvida to'liq aniqlash mumkin. Spondilolistez, ya'ni umurtqalar siljishini rentgen tekshiruvida ham aniqlasa bo'ladi. MSQT yoki MRT tekshiruvlari yanada chuqurroq ma'lumotlarni beradi. Ikkinchi guruh buyrak va siydik chiqaruv a'zolari kasalliklari sababli og'riydigan bel og'riqlari. Eng ko'p kasallar murojaat qiladigan buyrak va siydik yo'l chiqaruv a'zolari kasalliklari quyidagilar: o'tkir pielonefrit yoki surunkali pielonefrit ko'zish davri. Pielonefrit kasalligiga tashxis qo'yish uchun albatta buyraklar UZI tekshiruv qilinadi.
umumiy qon analizi, umumiy siydik analizi ko'zdan kechiriladi. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, ekranning chap tarafida bu normal buyrak ko'rsatilgan, ekranning o'ng tarafida esa pielonefrit, ya'ni mana shu buyrakning kaptokchalari qismi zararlanishi, yallig'lanishi hisobiga o'tkir pielonefrit bilan zararlangan buyrak ko'rsatilgan. O'tkir glomerulonefrit, ya'ni buyrak parenxima qismining yallig'lanishi. Ekranda ko'rib turganingizdek, UZI tekshiruvda glomerulonefrit kasalligi bilan zararlangan buyrak ko'rsatilgan. Glomerulonefrit kasalligini tashxis qo'yish uchun ham albatta UZI tekshiruvlari, umumiy qon analizi, umumiy siydik tekshiruvi va boshqa analizlar yordamida tashxis qo'yiladi. Siydik tosh kasalligi qo'zish davri. Ekranda ko'rib turganingizdek, UZI tekshiruvda buyrakdagi toshlar ko'rsatilgan. Buyrak tosh kasalliklari ham albatta UZI tekshiruvlari yordamida va ba'zi bir toshlar rentgen tekshiruvlari yordamida ham aniqlasa bo'ladi. Gidronefroz, ya'ni buyraklarda siydikning dimlanib qolishi va buyrak hajmining oshishi bilan kechadigan kasallik. Ekranda ko'rib turganingizdek, gidronefroz kasalligi bilan chalingan buyrakning UZI tekshiruvi. Gidronefroz kasalligini ham UZI yordamida bemalol tashxis qo'yish mumkin. Yuqorgi siydik yo'li infeksiyalari, buyrak atrof to'qimalarining yallig'lanishi, ya'ni paranefrit. Ekranda ko'rib turganingizdek, UZI tekshiruvi yordamida buyrak atrofi to'qimasining yallig'lanishi, paranefrit kasalligi ko'rsatilgan. Buyrak absessi, paranefral abses kasalliklari. Ekranda ko'rib turganingizdek, UZI tekshiruvi yordamida buyrakdagi abses ko'rsatilgan. Albatta buyrak va siydik chiqaruvchi a'zolar kasalliklarini aniqlashda birinchi navbatda UZI tekshiruvi alohida ahamiyat kasb etadi. Undan keyin albatta umumiy qon, umumiy siydik analizi, rentgen tekshiruvi, zarurat bo'lsa MSKT va MRT tekshiruvlari o'tkaziladi. Uchinchi guruh boshqa a'zo va to'qimalar zararlanishi bilan kechuvchi kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Bel sohalari travmalari, ya'ni bel travma olganda bel sohasida lat yeyish, teri osti gematomalar, ko'karishlar bo'lishi mumkin. Albatta bularni shifokor ko'ruv jarayonida bemalol tashxis qo'yishi mumkin. Zarurat bo'lsa qo'shimcha rentgen, UZI tekshiruvlari o'tkazsa bo'ladi. Bel umurtqalari sinishi. Amaliyotda ko'pincha bel umurtqalarining kompression sinishlari ko'p kuzatiladi. Ekranda ko'rib turganingizdek, bel umurtqalari rentgen tekshiruvida bel umurtqasining kompression sinishi ko'rsatilgan. Mana bel umurtqalari MSKT tekshiruvida ham bel umurtqalarining kompression sinishi ko'rsatilgan. Revmatologik kasalliklar, ya'ni revmatoid artrit, revmatoid poliartrit, Bexterov kasalligi, psoriatik artrit va boshqa bir qancha revmatologik kasalliklarda albatta bel umurtqalarining zararlanishi tez-tez uchrab turadi. Revmatologik kasalliklar natijasida bel umurtqalari spondilit, spondilartroz, protruziya va grija kasalliklari uchrash ehtimoli oshadi. Revmatologik bo'lgan bel umurtqalari zararlanishlarini tashxislash uchun albatta bel umurtqalari MRT, MSKT, rentgen tekshiruvlari, qondagi revmaproba, S reaktiv oqsil, ASLO fermentlari, umumiy qon analizi va boshqalarni
tekshirish kerak bo'ladi. Yuqumli kasalliklarga uchrovchi bel-og'riqlar, misol uchun, gripp bo'lganimizda, bel sohasida kuchli og'riqlar kuzatilib turiladi. Bunda yuqumli kasalliklardagi bakteriya va viruslar bel umurtqalararo nerv va bo'g'imlarni zararlanganligi sababli bel og'riqlari paydo bo'ladi. Yuqumli kasalliklardagi bel og'riqlarini davolashda albatta asosiysi shu, yuqumli kasallikni keltirib chiqargan infeksiya davolansa, bel og'rig'i o'zidan o'zi o'tib ketadi. Onkologik kasalliklar, ya'ni o'sma kasalliklari bel sohasida bir qancha turdagi a'zo va to'qimalarda onkologik kasalliklar uchrab turadi. Ekranda ko'rib turganingizdek, bel sohasi umurtqa pog'onasi MRT tekshirilganda orqa miya bel sohasi umurtqa kanali ichidagi nevrinoma ko'rsatilgan. Mana bu rasmda esa MRT tekshiruvida umurtqadan tashqarida joylashgan nerv tolasidan chiqqan o'sma nevrinoma ko'rsatilgan. Mana bu rasmda esa rentgen tekshiruvida bel umurtqalaridan chiqqan o'simta osteoma ko'rsatilgan. Bu rasmda esa MSKT tekshiruvida bel umurtqasidan chiqqan osteoma ko'rsatilgan. Bu yerda esa UZI tekshiruvida buyrakdagi o'sma ko'rsatilgan. Mana bu yerda MRT tekshiruvida buyrakdagi o'sma ko'rsatilgan. Bel sohasida joylashgan boshqa ichki a'zolarda uchrovchi kasalliklar ham bel og'rig'iga sabab bo'lib turadi. Masalan, ichaklarda uchrovchi kasalliklar, ginekologik kasalliklar, misol uchun ayollarda tuxumdonlarda zararlanish bilan kechuvchi, bachadon orqa devorini zararlanish bilan kechuvchi va boshqa bir qancha ginekologik kasalliklar, homiladorlikdagi bo'ladigan o'zgarishlarda uchrovchi bel og'riqlari ham uchraydi. Shuningdek, qorin orqa devori sohasi zararlanishi bilan uchrovchi kasalliklar ham ba'zida uchrab turadi va bularga tashxis qo'yish juda ham qiyin. Ekranda ko'rib turganingiz mana MSKT tekshiruvida qorin orqa devori sohasida absess ko'rsatilgan. Qorin orqa devori zararlanishi bilan kechuvchi kasalliklarni UZI tekshiruvida aniqlash judayam mushkul va ba'zan aniqlanmay qoladi. Qorin orqa devori zararlanishi bilan kechadigan kasalliklarni tashxislashda kichik janoq bo'shlig'i sohasini MRT tekshiruvlari eng muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida ko'rsatilgan kasalliklardan tashqari va boshqa yana yuzlab bel og'rig'iga sabab bo'luvchi kasalliklar mavjud, lekin ular nisbatan kam uchraydi. Demak, bel sohasida og'riq bo'lganda birinchi navbatda kerakli tekshiruvlarni o'tkazish, aniq tashxis qo'yish va shu to'g'ri tashxis asosida kerakli mutaxassis nazorati ostida davolanish kerak. Agar bu videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.